Bugun Alloh taoloni o'zi bizlarga farz qilgan va so'roq savolda avval so'raladigan narsa namozni ularga o'rgatishligimiz va o'zimiz go'zal o'rganmoqligimiz kerak. Qabrda borganda ko'p ma'ruzalarimizda aytgandik. Qabrga borganda, munkar nakir kelganda, ular insonni ulardan iltimos qilib so'raydigan bir narsasi bor. Da'ni fazyusolli. Meni qo'yinglar. Men 2 rakatgina namoz o'qib olay, deydi. Meni qo'yinglar. Men ishimni qilib olay. Meni qo'yinglar. Men ihson qilib olay. Meni qo'yinglar. Bir ro'za tutib olay, demaydi. Meni qo'yinglar. Meni qo'yib yuboringlar. Men 2 rakatgina namoz o'qisam bo'ldi, deydi. Bugun necha rakat namoz o'qimoqchisiz? O'qiyvering, birodar. Tahajjudni o'qing, xatmi Qur'on qiling, nafl o'qing, qazolaringizni o'qing, sunnat, mustahab, tasbih, shukrona namozlari o'qiyvering. 2 rakat emas, 2000 rakat o'qing.